Bu 7 kişilik mashinani manda o'g'avallam alamdiki o'g'avallam haydaydi deb o'ylab qolmanglar. Manda 7 kişilik mashinani qizvalmal haydayjima. Navada mana bir qo'llig'uchimiz hisobda. Manaka, mana bir qilibdi. Ben özellik beş kişilik başına alsam anam dadamı var. Dört balamı sağsam anam dadam eşim kalırken, anam dadam sağsam eşim balam eşim kalırken düşünen olan. Yedi kişilik başına alay dep oynaşkan. Özellik şuna üçün aşmayı sevgiyat. Ben başına alsam mutlu. Bağlam tutma saat edemeyin. Demak, mashinaga o'xshash bu 7 kişilik mashinani shu akishlamel paydaydi, aqcham qizvalil paydmaydi deb o'ylab qolmanglar. Bizim aldın qatam mashinaga o'xshaydigan mashina qizdiranglik changa o'shan eybabe 7 kişilik o'tir kadr chiqadigan mashinaga o'xshagan birini satgan. Shuni mo'ma yengshalik bir qizvaliq satgan toq. Hem nimishqa deganda hozir mesela mush qadishimizmi deb o'tib ketdi. Biz hargiz bunda ko'p turib teşviqat bir narsa qilmaymiz. Masalan, bizim burundan davomli deydigan gap bu 7 kişilik mashina deganda 5 odam chiqib olsak mega kelmaydi, 6 odam chiqsak mega kelmaydi, 7 odam chiqsak bo'laverdi. Lekin 7 dan o'shqa chiqsak olmaydi. Lekin 5 kişilik o'ylashmay turib 5 kişilik mashina qo'yib 5 kişilik mashinaga 6 odam chiqib olsak bo'lmaydi, 7 odam chiqib olsak olmaydi. Demak, ma'qul chaqmo dedi. Burunmi men shunda demtim demamdim teşviqatimda. Mesela dadam nasam anam kaldı ken, balam nasam xotinim kaldı ken, ikki balam nasam anam bilan dadam kaldı ken deydigan mushunda qarindoshimizga to'liq tushunmayda yetishmashlarimiz. Mesela mavu changan o'shan deymiz. Bu 2018 dan o'tir kadrliq. Mavu sal qimmatroq chiqdi. Asosan bir pulus muvofiqroq ne desam bo'ldi deganlar changa o'shan Elubey o'tir kadrliq chiqmagan shunda ne desanglar bo'ladi deb biz bek deymiz. Shu bizning deydiganimiz davomli. Emli avvalini bizga desanglar, bir netlik nemish qilisizlar, bir kırmalık aydarak şunu disanlar, biz şundan karta qarz qildiga şulab qo'yib qolsa, bundan mandarak mashinaydan, bunun qarzimi manchilik chiqdi mesela ya 500 koy to'lagan chiqdi ya 550 koy ya 580 koy 600 koy degandek menda deb beramiz. Şunun asosan qilsanglar qarzni, keyin qijilinib qolmaysizlar. Men qarzni qilib qo'yib keyin apple disanlar, mana bu ish to'g'ri kelmaydi qarindoshimiz deymiz. Demak, mush tashviqotimizning mushuna unum bo'lib, mushuna atrofimizda nurg'un qarindoshlarimiz Mening avvalo mandarak deysiz, undan manchinjilniki neydan, ya mandarangligi neydan, ya manchipuligi neydan, manchipuliq deb biz sizlarning ehtiyoji bo'lib tavsiya qilamiz. Hargiz buni egilib bilan biz set berishni maqsad qilib, boshqa mashinchilik o'xshash, voymanda deb bilan set bilan ishlardan chiqarib versaklar hisob emas. Buni shu biz masalan undan set versakmi satimiz bu mashinamizda, lekin sizlar ehtiyojinglar bo'yicha biz bir narsa satsak, bizmi xo'sh, silmi xo'sh, keyin bir kurshab qilib qolsak, achchilik yo'l bo'lsa deyishamiz. Agar ham uzun ehtiyojlar hal qilib ketgan, qarzini to'lab bo'lmadik narsani setib qo'yib qolsanglar, keyin qo'pab qanday qilsizlar desanglar, shu meni ko'rsang nereye qechib mangdigan, men sizni ko'rsam nereye qechib mangdigan ishni bo'lib qolamiz. Shunga ehtiyoj bo'lish biz narsa o'tkazishni umid qilamiz. Davomli bunda ishonchli sifatli mashina lozim bo'lib qo'yib qolsa, biz ham shu market shirkat, Feyzva shirkat, men shirkatimizga har vaqt izlab kelsanglar, sizlar uchun har vaqt mulozimatda.